O'rtoqlar, bugun 16 fevral soat 23:59. Ko'ramiz ustakalarimizni BYD Lamborghini urushchi bitqizishga ulgurishdimi yo'qmi? Ketdi. Azizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? To'g'risini aytaylik, aka. Mana aka mashinani kalti ulgurmaydi deb o'ylovdingiz a? Odamlar meni BMW bilan tabriklayapti. Bu ko'ramizmi? Ko'ramiz aka. To'xta. Aniq bitdimi? Aniq bitgan aka. Davay. I'm in the street, so this ladies. İbo ko'r o'zing ko'r buni. Okey. Jinnilik, okey. Bitti orqasini ko'ringlar. Ammo bahaybat narsami? Lekin har qatdan ishoniy Osiyo bo'yicha nomeradi aka. Qachon ko'rsatamiz Instagram? Ertaga ko'rsatamizmi? Zo'r kачествоda ko'rishinglar uchun men professional kameralar chaqiraman. Zo'r joyga boramiz. Maza qilib mashinani ko'rasizlar. Polniy obzor ham qilib beraman. Besh, okey. Rostdan yoqdimi? Boshida aytdingiz menga, okey, bitganida ani muammolar, o'rtadagi g'idi-bidilar esingizdan chiqib ketadi dedingiz-ku. Ishonmagan edim. Rostdan esingizdan chiqib ketdi, okey. Mehnatingizga rozi bo'ling, shogird bolalarga, mana shu mashinaning ustida xizmat qilgan har bitta odamga respekt, prosta gap yo'q.